Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum. Bizda yana bir xushxabar. 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz vakillari Osiyo Kubogi chorak final musobaqalarida Birlashgan Arab Amirligiga qarshi bahs olib borib, yirik hisobda, ya'ni 3-1 ko'rinishda g'alabaga erishdi. Osiyo Kubogi musobaqasida O'zbekiston 4 o'yindan buyon g'alabaga erishmoqda va yarim final masalasi ham hal etildi. Deyarli barcha o'yinda yirik hisobdagi g'alabalar. Chorak finalda Birlashgan Arab Amirligiga qarshi maydonga tushgan 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz 3-1 hisobda g'alabani qayd etdi. Birinchi bo'limda raqiblar biror marta ham darvozamizga aniq zarba bera olishmadi. Yigitlarning erkin harakati va ajoyib zarbalari ulardagi ishonchni kuchaytirdi. Gollarga kelsak, 14-daqiqada Asilbek Aliyevdan ajoyib push ila hisob ochildi. Uning dubli 36-daqiqada qayd etildi. Birinchi taymning qo'shib berilgan daqiqalarda Aliyev penalti ishladi va Sayfiddin Sodiqovdan gol. Ikkinchi bo'limda raqiblar anchagina qo'shdi. 67-daqiqada Muhammad Buti hisobni qisqartirdi. 3-1 hisobi o'yin yakuniga qadar saqlanib qoldi va O'zbekiston jamoasi g'alabaga erishdi. Shu tariqa O'zbekiston yoshlari Osiyo Kubogi bahslarida yarim finalda o'ynaydi. Raqiblarimiz endi aniq bo'ladi. Indoneziya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi uchrashuv g'olibi bilan yarim finalda o'ynaymiz. Qadrli futbol ixlosmandlari, o'zbek futboliga oid eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring.